Biz elektriklarga vizib tashlamaymiz. Elektriklar orqasidan gapirib, haligi komment, layk yig'ish uchun, o'ziga bir klient yig'ish uchun ishlatamas biza. To'g'ri kelmaydi. Biz erkakmiz, musulmonmiz. Birovda aybi bormi, yo'qmi, begunoh. Alloh endi bandalarni gunohlaridan bo'lgan, qon tutingan banda. Ba'zi elektriklar chiqyapti, ozgina asab buziladigan joylari bor. Birovda ishini kamchiligini o'zini butun avliyo deb turib ko'rsatib, bunaqa qilib ketibdi va bunaqa qilib ketibdi deydi. Uyda egasi bilan qanaqa gaplashganini sen qaydan bilasan? Bizlar ham 20 yildan ziyod ishladi shu elektrik sohasida. 2-3 xil variant taklif qilardik. O nimaga qaraydi? O kistasiga qaraydi. $1000, $2000 elektrikka ajratsan. Santinikiga falon so'm ajratsan. Yetmay qoladi, ro'zg'orimni o'tkazib qololmayman. Biron bir rejalari bo'lsa o'shani qilolmayman deb bechoralar haligi qo'l ichida qildiradi. Keyin o'shani pulini ham ustani elektrik pulini ham berib bermay shunaqa nima qiladi-yu. Keyin yana bitta aqlli elektrik keladi, o'sha vaqt sal boya uyda egasini puli bo'lib qoladi. Keyin nima bo'ladi? Boshqa elektrikda video qilib, unaqa bo'pti, bunaqa. O'zimizni boshimizdan o'tgan o'sha narsalar. Hali hech narsani tushunmaydigan, ochko yig'ishni, nimani yig'ishni yaxshi ko'radiganlar borib, haligi o'zini ko'rsatib, podxod qilib, bunaqa deb shunaqa ishlar qilganlarni ko'rganmiz o'shanaqa. Endi aniq u kimligi o'shanaqa video qilayotganlarni kimligi aniqda, chunki biz hayotda ko'rganmiz o'shanaqalar kim bo'lishligini, qanaqa erkak bo'lishligini. Erkak bilan erkakning ham farqi bor. Bu erkak bo'lishligi nimasiga bog'liq emas, shimiga yo boshqasiga. Erkaklik minazi onasi bo'lishi kerakda, hamiyati bo'lishi kerak. Xullas, mana bu ikkitalik vyuklchatilimiz. Hozir yig'amiz. Mana o'zi avtomatimizda mana bu mallasida faza kelyapti, ko'kida 0 kelyapti. Mana bu ikkita lampochkadan bitta qizil, bitta ko'k qism chiqyapti. Bittasiga 0 boradi, bittasiga через kulchatil yoqib o'chirgich orqali faza boradi. O'ziga misol uchun fazaman 0 bersangiz, promo yonaveradi. Avtomatdan ham tekkizib bersangiz, boraveradi. Vyuklchatilda yoqib o'chirish uchun qo'yiladigan narsa. Постоянно yonib turmaydi. O'shaning uchun faza bu yoqqa tekkizib turibmiz, 0 promolab qo'ydik. Xuddi shunaqa. Bu yonish hosil bo'lish uchun bitta 0, bitta faza bo'lishi shart. 0 ni promo beramiz. Sababiki lampochka kuyganda almashtirishga to'g'ri kelib qoladi. O'sha almashtirayotgan vaqtda vyuklchatildan o'chirib bosib qo'ysangiz, ajratib qo'ysangiz, behijolat nimani patron lampochkani nima qilib ishlatib olib almashtiraveradi. Uyda egasi ham oddiy odam elektrik bo'lishi shart emas. O'shaning uchun vyuklchatil har doim fazasi vyuklchatilga beriladi, lampochkasiga 0 beriladi. Mana lampochkaga nimaga faza berildi, kulchatilga. Bitta mana qizildan berilyapti. Va ikkitasidan qaytib chiqish kerak faza. Mana bunisiga mana orqadan bunga beraveramiz. Faza bo'ladi unga. Mana ko'kidan bu qizilga beraveramiz. Ikkalasiga ham через mana yoqib o'chirish orqali faza bo'ladi. Bor imkoniyatdan foydalanyapmiz. Endi eski vargolarimiz ham bu. Hozirgilardan emas. Mana ko'rganingizdek faza keldi. 0
Biraz yig'ilib bu yoqqa o'tdi ikkalasiga puraman korobkasida. Через ko'rsatib orqali man qaytib boradi. Buni orqadan qiziliga faza boryapti, uni ko'kidan qizilga faza boryapti lampochkaga. Yonishi bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xullas shunaqa gaplar. Shuning uchun biz davrda elektriklar bir-birini hurmat qilardi-da. Kamchiligi bo'lsa sal maslahatlashardi. Bo'lgandir-da deydi. Uyni egasi balkim o'sha vaqtda pul berolmagandir, boshqa qilolmagandir, yo imkoniyati bo'lmagandir, xuddi o'sha uslubda, o'sha nimada qildira olishiga. Keyinchalik kimlardandir eshitib olib turib, kimlardir tavsiya qilib, boshqa qilib, bunaqa qilmabman. Puli bo'lib qolgandan keyin odamlar tanisa qilgisi kelibdi. Puli yo'q vaqtda sharoitiga, imkoniyatiga qarab qoladi. Xullas o'shaning uchun yigitlar sal o'zlaringiz bilib bilmasdan gapirish yaxshi emas. Uyni egasini nima bo'lgan, qanaqa vaziyat bo'lgan hech kim bilmaydi. Puliga yarasha, ishiga yarasha bo'ladi har doim.